alaykum va rahmatulloh barchaga. Akalar, vodiyda Santeniy akalarga ham, klientlarga ham aytaman. Doim aytaman, zakрытие sistema qilmanglar vodiyga deyman. Mana hozir bitta kotyolda o'tgan yili olishgan ekan. Kotyolda yechib olib ketyapmiz. Zakрытие sistema qilingan ekan. Bu oqsoqol otamiz bu zakрытие sistemani ishlatolmayotgani, priborlarga tushunmayotgani, xavfli bo'layotgani uchun mana yechtirib yuboribdi. Bizni vodiylarga imkoniyat darajada samotyok qilib berish kerak. Keyin uydagilaridan buncha rasxod qilib, bunaqa qilib nasoslar qo'yib tochkani ko'paytirishdan foyda yo'q. Keyin bu rashbakni sovuq suvni davleniyasini qo'yib salomat bo'linglar akalar. Anaqa negativ safinalar yozib turmanglar.